farzandlarini kelajagi haqida qayg'urgan ota Allohga taqvo qilsin. Rasul akram alayhissalom shunday deganlar. Assalomu alaykum Milliy savdo kanalining aziz obunachilari hamda YouTube foydalanuvchilar, barchangiz bilan yana bir bor ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Andijon viloyati Jahonbozor savdo majmuasidan yangi video obzor Optim Gul bozoridan boshladik. Xo'p, bu Benjaminimiz necha pul berdingiz buni? Bularda 65 mingga berdik. Bularda 65 ming qilib berdingiz, undan kami yo'q, ha? Dastavka qilib berdim dedingiz. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarni qilib beryapsiz. Xorazmga qilyapmiz. Xorazmga qilyapsiz. Bundan kichikroq yoki kattaroq razmerlari desa? Kattalari bor, buni Kichigi yo'q. Yo'q, kichigi yo'q. Kichiklari shular. Bular taxminan 80 cm atrofida ekan, 70, 80, 90lari ham bor shekilli. Bularni ko'paytirish usuli haqida hech so'ramabman. Shuncha video olib, faqat narx-navolarni yoritib, bugun ozgina burilish yasaymiz. Nimagaki har safargi dasturlarimiz bir xil bo'lib qolyapti, faqat narx bo'lib qolyapti. Bugun ozgina ko'paytirish usullari, kasalliklari haqida ham gaplashib o'tamiz. Xudo xolasa, Xudo qodir qilgancha. Buni o'zingiz ko'paytirasiz bularni. Xudo xolasa. Qaysi oylarda ekiladi bu nimalar, benjaminlar? Bular endi aprel oyidagi bo'lsa, aprel oyidagilar yaxshi tutyapti. Aprelda yaxshi tutyapti. Avgust oyidagilar yaxshi tutyapti. Amal kirgan paytda. Amal mahalda. Qalamchi usulda yoki urug'danmi? Qalamchi usulda, qumga. Yo'q, biogomiz. Biogomiz qilinadi. Terli, to'ri, vermikulit aralashtirib shularga ekilsa maqsadga muvofiq bo'ladi, xudo xolasa. Nimalarchi? Bugniveliyalar. Bugniveliyalar ham xuddi shu ahvolda. Ko'paytirish usuli bir xil. Ko'paytirish usuli bir xil. Pateriya bunda ko'proq, adashmasam. Bu injiqroq bo'ladi, Gollandi pateriyasi ko'proq bo'lar ekan, shu ishimiz bo'yicha. Buni narxi qanaqa dedingiz? Bular 80 mingdan. Ular 80 ming so'm. Buni ham dastavkasini qilib beryapsiz. Ha, qilib beryapmiz. Buni kichiklari bor edi, adashmasam. Yo'q, kichiklari tugab qoldi. O'zi mavsum ham oxirlab qoldi-da o'zi. Kichkinalar bu razmerdan bor. Ko'proq olsa kamini qilasizmi yoki? Yo'q, bo'ladiganlar. Bo'ladiganlar. Bir ozgina bir yo'lini qilamiz, Xudo xolasa. Buni boshqa ranglari bormi aka? Yo'q, bu monolardiki yo'q, bir xil shu svetda. Bir xil? Hozir ikkovi bir xil svetmi? Bir xil bo'lsa, bittasi boshqacharoq o'xshab turganiga. Bir xil svetda. Hozir assortimentga faqat shularingiz qoldi. Qora shahzoda ham bo'lasizda unda? Yo'q, unda yo'q. Undan ko'paytirmaysiz. Xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha chiqarib berishadi. Mana ko'paytirish usullari, agar bir kasallik bir nimalarni maslahat so'raydigan odam bo'lsa, berasiz. Telefon ham beramiz, xudo xolasa. Mahol qudrat maslahatini berishadi, fi sabilillah. Nomerlaringiz yana bitta yozib o'tib ketaylik. O'tgan safar ham yozgan edik. 97lik 332 3400. Shu raqamdagi telefon qilsanglar, hoji akamiz chiqarib berishadi. Xohlasanglar, Optim Jahonbozorga kelsanglar, o'zlari faqat dushanba, payshanba bo'lyapti bu yerda. Dushanba, payshanba bu yerda bo'lishyapti. Optim kech payt shomdan keyin taxminan 12:00 gacha bo'lyapti ekan. So'raganlar uchun ma'lumot o'rnida buni ham aytib o'tib ketamiz. Tomon. Bo'lamizmi? Ular gallan sortlari, oqlari. Bu gallanmi buni? Gallanda oqi. Oddiy sortlari. Bu mahroviylar. Bular necha pul? Bular 50 mingdan. Hech qancha farqi yo'q ekan. Narxida. Va paprtninglarchi? Pul oladigan narsa bu. Bular 20 mingdan. Zamiya necha pul? Zamiyalar 35. Bularni ham o'zimizda ko'paytirishyaptimi? O'zimizda ko'paytiramiz. Siz mahsulotsiz? Buni qaysi oyda ko'paytiryapsiz? Bu ham barkidan ko'paytiriladi. Xuddi haligi qora shahzoda shular singari bo'ladimi? Barkidan bo'lib kesilib ko'riladi. Har bitta barkda bittadan sayilib chiqiladi. Siz izgara bularimiz dratsenamidi? Necha pul? Yo'lboydan olasizmi? Bular 25 mingdan. 25 mingdan dratsen. Bu tagidan bolalaydi, adashmasam. Tagidan bolalaydi. Gullaydi. Orqasida kichkina yoshiga yetganda gullaydi. Mana manzara qanaqa bu? Necha pul bu? 20 mingdan. Bular 20 mingdan. Mana oddiylar necha pul ekan bular aka? Bular aka 7 mingdan. Bular 7 ming so'm, bir xil rangi qolibdi. Mana ularchi? Bu o'sganlar 10 ming, bular 8. O'sganlar. Buni aka bo'yi o'sib ketaveradimi, 4-4 chiqaversa yo'q, to'xtaydimi ma'lum muddatga kelib? O'saradi u. O'saradi. O'sib ketadi. O'zini tanasini ko'tara olmaydi. Yash 4-4 chiqaversa, javob bo'lar ekan-da. Necha oy gullaydi bular aka? Bir yilda 4 marta ochiladi. 2 oygacha turadi. 4 oydan bo'ladi. Hisobda 8 oy gullab turar ekan bir yilda. Bularchi aka? Mana yo'qlar.
Reyo nechi pul bular? 5000 lira. Bular 5000 so'm. Arzon gullar ekan. Optim narxi. Ha, yashiga olinsa. Ha, Ne 15 tami? 10 ta. 15 ta. Bunalarchi qirov gulmi bu? Yo'q, kiyi shoxi deb qo'yadi. Narxi nechi pul bunaki? Sheriydi gullarimi bular? Bular Ha, sheridiki. bo'ldi, egasi u yoqda. Toshatirgulchi. Toshatirgul 6000 so'm optim narxlari. Shunaqa bo'lyapti ekan. Geran pelargoniya. Nechi pul? 7000. 7000. Tuvayda ekan-a? Yo, paketmi? Paket ekan. Ha, bo'ldi. Paket tuvak sifati. 7000 desa bir xil qopda rangi. Bir och qizil. Aloy nechi pul? Aloy. 5000 dan 15000. Razmeriga qarab, molar 15000. Faqir deylar. Faqirdagilari 15000 mana. Kichkinalari 5000 so'm ekan. Bu tomon kimniki ekan? Bu tomon kimniki? Sizga bu olsa kerak, ha? Yeri 10 so'm. Nimachi? Benjaminlar. Kichikroqlari bor ekan mana bu tomonda. Ko'chat. Legilar boshqardi shekilli. O palmalar nechi pul ekan aka? Bir metr. Trakarpsami? Kanarchi? Kanarski 30 ming so'm. 80-90 santimetr atrofida ekan. Nimalaringiz nechi pul geranlaringiz? Bular to'qqizim. Bularchi? Bular 4000 so'm, 10 ming so'm. Begoniya bular. 10 ming so'm bo'lsa 4 ming so'm. Mana ekan aka. Instagram. Nechi pul bu? 25. 25 ming. Bu nima ya? Qishki gulmasa bular? Tomlik. Bu yerda hozir qishki gul deyarli yo'q ekan. Peperomach? Peperomlar 12 ming so'm. Bu safar mayda gullardan ham qo'shadi. Mo kaktuslarimiz nechi pul ekan akalar? 20. Nechi pul? 20. 20. Manalarchi? Mana shu. Bu toshatir gulmi bu? Yo'q. Havarta. Xavarta? Zo'r narsalar olib chiqibsa. Bunalar nechi pul ekan? Bu ham kaktusmi aka? Nechi pul bu? 15. Ochilganlarichi? Bular 6 minglar. Mana nima ekan aka? 7 go'zal. 7 yuz. Narxi nechi pul bular? 25. Ona Ali tanlaganini ko'ravering, yoqtirib. Bu butasimo qishda qolaveradi shekilliga? Yo'q, yo'q. Olib keladimi? Haroratda qolaveradi. Ro'zachi? Ro'zalarimiz 6 ming so'm. Ro'zalar ancha arzonlab qoldi. Fikuslar nechi pul hoji ya? Bularni karamel deyapti. Bular 40 ming so'm. Hozir 5 ta qoldi. Voy, ikki oz sotilgan. Voy, bo'pti. Oling, tushirayim bolangizni. Oling, o'g'lim, keling. Videoga olyapman hali. Videoga olyapman hali. Bormi Tbilisida? Sotiladigani bormi yana? Ha. Aniq emas. Sezonlar ham oxirlab qoldi. Aliandr nechi pul aka? Aliandr. Malineviymi? Yo'q, 60 tami? Dollarchi? dollar 3 ming. Dollar nechi pul? 10 ming aka. Nechi yillik aka bular? 2 yil. 2 yosh. Bunlarga sotilgan. Ha, u sotilganmi tamam. Ko'pmi bundan Tbilisida bor? Reklamaga olyapmiz biz. Reklamaga olyapmiz. Uzadadi. Ko'p o'zi. Yo'q, dastavka qilib bera olasiz. So'ragan odam bo'lsa 500 ta, 600 ta, 200 ta, 300 ta olaman degan odam bo'lsa dastavka qilib bera olasizmi? Nomer nechi? Bu nomermi? Ha. 93lik. 93 301 301 53 23. 53 23. Bir qarashdan kattaroq ekan.
Nimachi mana liratalar? Bularga 60 ming. 60 ming. Bormi boshqa razmer bundan? Yo'q-da. Shu qoldimi? Bu ana ham boshqa qoldimi? Ikkitasi kiroza ham. Ha, bitta. Bular zo'r ekanda, eskina. Bunga telefon qilib dastavka qilib berasiz aka? Nima qadi o'zi eshik? Mana bor. Xona bor. Haqiqatdan uzoq ekan. Uzoq. Haqiqatdan uzoq ekan. Dastlabkida o'zimning mashina bor. Bu Agava ya bu? Agava nechi pul bu? 50 ming. 50 ming. Bugun noodatiy video olyapmiz. Bugun o'tgan safar iloji boricha olmagan gullardan, oddiyroq gullardan olishga harakat qilamiz. Nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Dastavka xizmatlari bor ekan. Aliandr nechi pul? Tol. Tollar 20 ming. Pushti ekan-a? Pushti oq ham bormi? Pushti oq. Aytilgan raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Tolgullar 20. Baka o'zi shunaqa alasati bo'ladimi? Teostri deyiladimi? Gulash oq bo'ladimi faqat bunak? 3 ta atirgul. Yo'q, pushti bo'ladimi mana bu? Mana onisi nima ekan aka? Lavrovishni ham oqochilar. Tashqarida u ham turadi. Magnoliyalar. Zo'r gul ekan. Klionchi. Qolmaydi bu tashqarida. Qoladi. Zimli gullar ekan. Molar nima ekan aka? Lavrovishni ham u ham. Bu ham lavravish. U ham lavrov yana bittasi. Bular hammasi qishki gullar. Lan monolar nechi pul? Qoladi. O avkuba u ham. Avkuba endi qoladi. Monolar nechi pul? 40 mingdan beramiz. 40 mingdan 30-40 santimetr atrofida ekan. Taxminan dehqonchilik aka. Ha, mehmonchi. Bilaynlarchi. Bemaydi. Yashik uchun beraveramiz. Yana mana. Avkariyachi. Ochilgan holat ekan hozirgi. Bu ham Aliandra aka. Yo'q, mana bu. Ha, unisimi mana unisi ekan, kechilasizlar. Shunaqa qaysi oylarda ochiladi bu aka? Yozlarda ochiladi. Yozda ochilar ekan asosan. Hani qo'qongilar ko'pgina gullaydi, shunga o'xshab turar O'zi ham ekan. qip-qizil keyin mevasiz qoladi. Urug' qiladimi? Ha, shu meva bo'ladi. Qizil. Ko'p bunda aka. Bor. Dastlabki qilib bera olasizmi? So'ragan odamlar bo'lsa, Qilib beraman. nomeringizni berib keting. 93 93 788 788 84 63. Imperator nechi pul? Imperator 5 ming. Imperator 5 ming so'm. Bir qarich. Chiqmaydigan holatda ekan. Nimachi palma? Palmalar 150 ming. Palmalar 150 dan. Washington ha? Washington. Hali yaxshi sortida. Bu salafandan o'rab qo'ysa ham tura oladi, adashmasam. Ha, ana malda endi xolos qo'shnilar ekkan, undan boshqa sovunlarda turgan. Xrizantemachi? Xrizantema nechi pulanishi? 3 ming so'm. Ochilishga kelib qopti. Nechi xil sveti bor? 5-6 xil sveti bor. 5 xil svet. Nima razmarich? Razmani 8 ming. Razmarin 8 ming so'm. Qolgan gullarni ko'rsatib o'tyapmiz. Nomerlarni berilgan, xudo xolasa sog' bo'lasizlar. Yo'q, u lantani Vagnar nechi pul ekan akalar? 80 ming kabi. Vagnar 80 ming so'm. Nechi 3 yillikmi bu? Karantinda ekan. 5 yillik bo'ldi. Hop, ichkariga kiramiz endi. Jahon bozorida darvozasi asosiy kirish qismi. Endi ichkaridan video olamiz. Bu yerda import gullar. Import gullarni keyingi dasturlarga qo'shamiz. Bugun iloji boricha oddiy gullardan o'zimizda o'stirsa bo'ladigan gullardan olishga harakat qilamiz. Shu akamangdan ham o'tgan yil video olgan edim, shu bois keyin ko'rishmadik. Aka, narxlar shifrlari nechi pul? Biz kelishar ekanlar. Sizga Ha, yetdim. gaplashib olamiz. Mana nimachi peperoma ya bu? Ha, unda Bu gullar ekan-a? 4 ming. Ya gul tushib qolganmi orasiga? Orasiga gul tushib qolgan. Ochilish ashna. Mana bash ochilgan holati shumi endi bu? 4000 dedingizmi? Yashinar. Ha. Yashinar ribkachi?
Namangandan kuzatayotgan obunachilar bo'lsa, akamiz mana adresi Namanganda o'zida-ya aka. O'zida. Sentrdami, Loladami? Sentrda. Nimachi? Giran. Yeran ham 8. Giran 8. Boshqa sort, boshqa xillari Ampulni bilan. qanaqa? Ampulni ger, ampul. Boshqa ranglari bor-a? Ha, bor. Begoniyachi? Big Begonia bu. Yo'q, Rexmi. Rexmi. Baklari katta ekan. Mana kattasi nech pul? Bu ham beraman? Boshqa sorti boshqa. Nech pul bu? Bu 8 ming. Bu 8 ming. Antiyorumchi? Antiviral. Uni oxiri 18 ming. Oxiri 18 ming so'm berishar ekan. O'tgan yili menga bir dona siz beruvdingiz, adashmasam. Bir dona berishganida taydan tug'ib ko'payar ekan. Taydan ancha bo'lib qoldi, ko'payib qoldi u. Men opamga bergan edim, ancha ko'payib qoldi, tagidan ko'payib. Bularchi ekan? 8 ming. 8 ming, bu ham 8 mingmi? Ha, Birkin. Birkin, bu ham 8 ming. Bu 5 ming. Bular 4 ming, 5 ming. Monster mingmi? Mana ko'k valigi. Mana nima ekan? Pulush. Salom. 4 taka chiqarammi buni? Hozir yo'qmi? Hozircha? Voy, lyuttiymi? Fiyalka. Fiyalka. Nech pul? Fiyalka 10 ming. Fiyalkalar 10 ming so'm. Ular nechi pul? 2 ming. Shamshotlar yo'qmi? Eh? Shamshot. Shamshot to'ya yana tashlab chiqqanda yo'ladi chiqarroqda bo'ladi o'zi ko'rdim. Ko'pgina ekan. Ikkitasi kilosi nech pul? 8 ming so'm sotilyapti ekan. Armami bu? 10 ming so'm. Manolari-chi? Nech pul? 30 ming, 35 ming so'm. Zo'r. Arzon. Juda ham arzon. Bu yerda yana import gullar ekan. Parchalar. Shu gap, bugungi videoga import gullar qo'shmaymiz. Boshini solabdimi? Buni ham narxini so'raganmiz o'tgan safar. Zebra nech pul? Zebradan. Sizdanmi? Bugun faqat oddiy gullarni olyapmiz. Zebra 7 ming so'mdan beryapti zebra. Zebra. Nimachi? Dirata. Bular 10 ming so'm. Bular nech pul? Ular ham 10 ming so'm. Yig'ishtiryapsizmi, bo'ldimi? Ha. Biz bozor oxirlab qopti-a. Ha, bozor ham. Gartenziya. Gartenziyalar nech pul ekan? Egasi kim buni? Gartenziya nech pul? Bular 500 mingdan kami. Ochilib turganlar 500 mingdan kam bor. Bironsiz-chi? Bunisi 450 kami bor. 450. Bular nima bu ham? Qanaqa sort bu, nima bu? Ular naqa? Tikanligi bilmayman. Internetga olyapman gullaringizni aytib qo'yay. Bularchi? Rododendron Rododendron narxi 550 dan. 550 dan. Bu nima ekan bu? Bunisi naqa deydi? Magnolia. Magnolia. Italiyanskiy. Ko'chalarga, banklarni oldiga Ha, bu ekkan. Italiyadan keladi, bizga to'g'ri keladi yana. Nech pul bu? Bunimiz 75 dollar, 85 dollar, 75. 85. Ochilayotgan qunchasi ham ma'lum. Bak, ko'chatlari nech pul? Gartenziya. Bular 50 mingdan. Yashiy narx. 100 ming. Mana ola 100 mingdan. Kichikroq 50 ming. Yo'q. Bular boshqa sort. Salqindiki, bu oftobniki olaman bundan. Yaxshi. Ko'rinishi ham katta. Dastavka qilasizmi? Dastavkalarimiz bor. Nomer 90lik, 90lik
170 170 98 0. 98 oldu. Buna ne çıkıyor? Alkubamiz. Alkuba nechi pulida? Alkuba 110 Nomerlarni yozib qo'ydim, dastlabki qilib bera olasizlar. Gartenzia so'ragan juda ko'p edi. Bu alkuba mola gartenzalar. Yo, oldim, xudo xolasa hammasini olib Keyin chiqdim. rododendronlarimiz ham bor, mollarimiz ham qishki gullar. Italiya archalari bor, fatina, klon. Har kameliani haqiqiy yerdikisi bor. İtalyanskisi. Yerda qolaveradi. Globus nechi pul ekan akalar? 400 so'mdan. Globuslar 400 so'm. Yashiy narx. Hop, bu yerda yana import gullar. Shu gap, bugun import gullarni olamiz. Ko'rolmaydigan tamasha o'tirgan. Bugun faqat oddiy gullar. Krizantema. Ishlarini berishib olganmi? Billa savdoga chiqadi. Rosa ochilyapti ekan, zo'r bo'lib. Nech puldan bular opa? 17 ming. 15 ming ekanda. Aralash olganga 17 ming. Donaga boshqa narx bo'lib qoladi-da. 1-2 ming so'm minatda baribir. Donaga 1-2 ming so'm baribir razlisa qilishi mumkin. Krizantema o'zi asosan shu yerda ekan. Bular ham sizdanmi? Asosan shu yerda ekan krizantemalar. Dastlabkingiz yo'q-a? Bormi? Buxoro, Xorazmga. Anjonni ichiga bor. Anjonni ichiga bo'lsa qilib berishar ekan. Nimasini o'zi ko'taradi endi chiqimini. Kirasini o'zi ko'taradi. Lekin tubansiz olsa arzon 13 ming. Paketligi ham bormi buni? Paketligi ham bor. Paketlik 13 ming so'm. U eki uchiga menimcha ashi qulay bo'lsa kerak. Tuvaydi. Baribir tuvay bu. Aytyapman, mol faqat kerak emas. Ularga Tuvay baribir kerak emas. 13 ming olib borib berilyapti. Balzaminlaringiz-chi? Zaminlar 13 ming. Balzaminlar 13 mingmi bu yer? 13 ming. Sheflerachi? Shiflerlar 6 ming. Shefleralar 6 ming so'm. Qora? Qoralar 10 ming berdi. Bugun faqat oddiy gullarni oldik. Import gul bironta qo'shmadim. Faqat oddiy gullarni oldik. Nari balzamin ham shu ya? Nomeringizni yozib keting. 90lik 529 72 37. Andijon shaharda opamizniki Andijon bo'ylab yetkazib berar ekan. Boshqa joylardan olmoqchi bo'lganlar. Agar olib ketadigan mashinalar bo'lsa aloqaga chiqaringlar. Rozachi? Rozalar 5 ming. Zo'r gulda bu roza. Shu rozani qorda qalamcha qilsa tutadi, shu. Yaxshi qishda ham tuta oladi. Juda beor narsa bo'ladi. Papiritnik 25 ming. Davom etamiz. Mana shu yerda ham oddiy gullar bor ekan, bularni ham qo'shib ketamiz. Shu bilan xudo xolisa videoda yakunlaymiz. Razbari nech pul ekan akalar? 35. Nima lavandachi? Lavanda ham 35. Razbarilar nihoyatda zo'r bo'lib o'sibdi. Globus-chi aka? 12 ming. Globuslar 12 mingdan ekan. Mana nima ekan aka? Rododendron. Rododendron nech pul bu? Kichigi 35 ming so'm kami bor, kattasi 55 ming kami. Kichigi 35 ming, kattasi 55 ming. O'zimizni ob-havoda o'saradimi bu? Qishda nima qiladi buni? Qishda shunday ochoqda qoladi. Qolaveradimi? Zinniy narsalar. Zo'r narsa ekanda. Hammasi tura oladigan narsalar, bular. Hammasi tura oladigan narsalar. Xudo xolasa. Bozorimiz ham mana Wagnarmi? Bu ham sizdanmi? Nech pul bu? Ha, bu sheriklarnikimi? Juda katta Wagnarlar bor ekan shu yerda. Hurmatli obunachilar, shu yerda videoni yakunlaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.
O'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha